Hozir sizlarga manzarani, jinnisini ko'rsataman. YouTube kanalimizning 9-qismini mana shu yerdan boshlaymiz. Okalar, bugun boshqacha kontentlar bo'ladi. Men manzarani bitta ko'ringlar. Mashaalloh okalar. Nima deyapti? Qaranglar buni. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Bulutlarni qaranglar, bulutlarni. Chiroyliligini. Почти bulutlardan biz balandda turibmiz. O odamlar qaranglar, tepaga chiqib olishgan. Gap yo'q lekin bor. Manzara prosta jinna. Biz Shahrisabzga qarab ketyapmiz. Shahrisabzda mana shunaqa joydan tomosha qilib kelsanglar bo'ladi. Hozir ana tepaga chiqishlikka harakat qilamiz. Qali Abdurahmon aka? Mazza. Eng mazza qiladigan aytaymi? Ha. O'tga borsang tualet bor-da. Ha. Jarlikda. Mana somsalar joyda pishyapti. Xohlasa Amerikaga poyezdkamizni mana shunaqa boshlaymiz-da. Keyin Navoiy, Buxoro, Xorazm, Qoraqalpoq qilib xohlasa keyin Qozog'istondan boshlaymiz. Amerikaga qarab ketish. Voy, lekin mana bu vidlari juda go'zal, juda. Tepaga ham chiqib oldi, mana qaranglar. Eng cho'qqisidamiz. Srop Qarang, bitta aka nima deyapti? Gapiryapti. mana shundan itarib yuborsam kam. Oxirgi so'zing nima bo'ladi? La ilaha illalloh. Lekin biz Shuhrob mahallasi yuribmiz. Hatto uyim bo'lgan sani? Kitobli-sanu, to'g'rimi? Shahrisabz. Abi Shahrisabz hali kitobi. O narodada Shahrisabz. Lekin manzarani qaranglar akalar. Mashaalloh bor. Juda go'zal. Abdurahmon aka aytdi. Bayroqlarni ushab patriot bo'ldilar biratan. Abdurahmon aka hech kim olmayapti. Siz videoga nima o'ylab turibsiz? Gap yo'q lekin bor. Juda go'zal. Biz mana Shahrisabzga keldik. Kutib olishlar zo'r lekin. Gap yo'q lekin, gap yo'q. Biz Qashqadaryoga Shahrisabzga keldik va ertaga buyuk bobokalonimiz Amur Temur bobokalonimizning yubileylari tavallud kunlari ekan. 1, 2, 3. Azizlar, biz alhamdulillah Samarqanddan Shahrisabzga yetib keldik. Buyuk bobokalonimiz Amur Temur monumentlariga va Oqsaroyda bugun hozir safar qilamiz. Bitta ikkita faktlar bor. Amur Temur bobomiz 12 yoshlarida qori bo'lganlar. Hofiz bo'lganlar, yodlaganlar Qur'onni. Undan tashqari menimcha birorta ham jangda mag'lub bo'lmaganlar. O'sha Makedonskiy deydi yoki Napoleon deganlar ham mag'lub bo'lganda, tushunyapsizmi? Amur Temur bobomiz birorta ham jangda mag'lub bo'lmaganlar. Faqatgina shu Xitoy safarida shu qish bo'lgan, soyda kechib o'tayotganlarida
meningit bo'lib qattiq shamollab qolganlar. Akalar biza Shahrisabzga Oqsaroyi tegi keldi. 100% originali. Tak что ruscha bilmaydi. Endi qarang, mana yozuvlari borku, mana yozuvlari ham. Qaranglar, mana shu Bunga kerak emas. saqlanib qolgan ekan, mana shu yozuvlari ham. Tarixiy maxsus namunalarni Bu qaranglar, o'zi bino qanaqa bo'lgan? qanaqa mana shu Bu bino mana shundoq ko'rinishda bo'lgan Oqsaroy. Oqsaroy. Ushlab turing shundoq. Mana shu chassi qolgan, ko'rasizlar? Bu hozir orqasida shohli uy bo'lganmi shunda? Yana bitta zo'r informatsiya. Imini mana shu Shahrisabz, mana shu tochkasi shamol zo'r esadigan joyi bo'lgan. Juda salqin, sokin joyga qurilgan. Ko'rasam, men bu o'sha paytda shunaqa kafirlardan yozuvlar qilishgan, qaranglar. Lekin Shahrisabz kelsanglar, bu joyi aylanmasdan ketmanglar lekin. Mana endi bu yoq tarafini ko'ringlar. Ha, o'sha qora sparkdan ham o'tdingiz. Gap yo'q lekin. O'sha yerda bitta oq, bitta qora kiyakarni oldi. Juda chiroyli joy bo'lgan. Amir Temur bobomizni Shahrisabz tug'ilib, mana shu Oqsaroyni qurdirtirganlar. 24 yil ichida shu Oqsaroy qurilib bitkazilgan ekan. Mayli, birazdan mana buni sekin yasayotgan ekanlar. Shu joylariga kelib qoldi. Kam kosa tayyor. Tayyormi? Mana shu olib ketamiz Amirga. Ha, как раз anaqa xotlan solib ichib berasan. Ana. Mana akamiz kosani tayyor qildilar. Qaranglar. Lekin bu kosani hozir qanaqa bo'lganligini ko'rsataman. Qani, aka bitta olib ko'ring-chi. Yo'q, bu hali. Yo'q, uje tayyor ekan. Mana tayyor bo'lgan kosani kesyaptilar. Ochich, ana. Endi hozir pechga kiradi, bu keyin Endi buni quritishga qo'yamiz. aha, Chizib turib naqshlab. o'q deb mana. Voh, Buni ana. tayyor versiyasini hozir ko'rsataman. Lekin bunda bor bu. Anaqa-yu, to'g'rimi? Nima deydi? Kulolchilik, nima deydi? Sopol bu, to'g'rimi? Ha, albatta. Lekin sopol idishlarga xotlan zo'r ketadi-da. Gap yo'q, mana. Ultra marjinal bo'ladi. Mana shu narsani. Mana shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Yasadi Behozirga lozim. bunga xotlanishlarni solib, ha? Mazza Hozir qilib. Qashqadaryoda go'sht yeb yursan-u, Ha. Italiya, Fransiyaga borgan, xotlanchisan faqat. Shunaqa, mana kulolchiligiga keldi biza. Qaq keldi aka? Azar biz Marg'ilonga bordik, gilamdozlikni ko'rdik. Samarqandda. Ana endi hozir Qashqadaryoda. Eng qizig'i mana shu yerda onaxonimizda o'tiribdilar ekan. Onaxon, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Bitta savol beraman. Biza endi zapravkaga to'xtadi. Chunki benzin tugaydi o'zi baribir. Ana ikkita Kia Carnivalga qo'yamiz. Ha, Lukoylga keldi. Xudo xolasa polniy bak qilamiz endi. Menga necha endi, azamat ota. Lukoylan 92 polniy. Shopar aka, qanday? Hamma normalniymi? Ambratka necha endi? Bo'lyapti, zo'r. Og'riq bormi? Qorin ochdi elegana. Gapiryapti. Qorin onadan so'kyapti, qorin. Qorin ochligini men Do'roniga ham naqs qilaman. Cho'mchak qo'lga tiqilgan bo'lsa bo'ldi bu. Siz ancha bo'shashyapsiz ekan. Yo'q. O'tgan gal srazu tiqish, erkak kishi tiqish kerak. Bo'l. Erkak odam vaqtida ovqatlanishi kerak. Hozir tiqamiz endi. Zapravkalarni polniy beton qo'yaylik. Aka, Kia Carnival necha litr? Abdurahmon aka. Bagaj necha litr? Labbi? Necha litr ketadi Kia Carnivalga? 75 ketsa kerak, taxmin. Ana. Ibrohim, mana nima? Nizam Mirza aka. Endi ko'tingizni qising, to'g'ri aytdim men, aka. Nizam Mirza aka. Bittada. Anu video bor edi-yu. Texnoloshtirishmagan. Voy, aka desa ko'pmi? Texnoloshtirishmagan. Internatsionallashtirishmasimizgami? Davay, Nizam Mirza emas. Mashina anaqaga kerak haligi.
chistitlar. Bulardan biri ekanda. Necha gektar mana shu yerda shu loyihaga. Hozir hamma ko'rgan joy ana eski multfilm bo'lardi. Kimda yerlarsa Markiz Karabasov derdik-ku. 500 gektar bog'. Bog' bo'ladi. 500 gektar bog'. Eslosam, Bu restoranimiz oti nima? Restoran emas bu. oddiy 500 bu gektar. Miraki Garden Hotel. Otel. 35 ta premium luks mehmonxona. Yo. Eng zo'r restoran premium klassda. Undan tashqari respublikada birinchi marta mana bunaqa mehmonxona xonalari qilingan yerli tagida. Yo. Kirib ko'ramizmi hozir? Обязательно bunda. Hozir remont. Hamma kelmoqchi bo'lganlar maydan keyin kelasizlar. Shahrisabzga, Miraki Gardenga kelishib hammaga tavsiya qilamiz. okalar, lekin mana bu joy vashi jinni ekan bor. Hamma meva bor. O'zbekistonda bor meva bor. Shveysariya vosita. Xudo xohlasa, kelganingizdan keyin kichkina bagichalar bo'ladi. Aylanib o'zingiz meva terib, Aha. mazza qilib o'zingizga dasturxonga tortib beradi. O'sha gap aytyapman-ku, yaqinda neft, gaz, benzin, oltin, poltin hammasi chetga turilib, O'zbekiston haqiqiy turizm hubga aylanadi. Butun dunyodan O'zbekistonga keladi, Shahrisabzga keladi. Boshlangan qayerga boramiz? Bu yon xonani ochildimi? Tagida turibsiz. Qaranglar, biz hozir tog'ni tagida ekanmiz-da. Hobby town deb aytilar ekan. Wow. Chist sovushdi. Quyosh sveti, chist. Zo'r. Quyosh sveti. Endi qaysi xonani ko'rsamiz? Hali bu yer ochilmagan aytib qo'ying. Bumi? Давайте. Qani? Keldik. Wow. Xona. Gap yo'q. Gap yo'q. Oyoqni yechib kiraylik. Chunki kiravering. Qizda o'rga qolib kiravering. Aka piyoz ko'rsam mayli. Davay, tashing. Qani? Ana. Aka, Amerikadan keyin keladigan birinchi safarim Aydar ko'l bo'lsa, ikkinchisi mana shu yer bo'ladi. Bo'ldi. Bismillah. Bu yerda sanuzillar, eng oxirgi texnologiya. Biz yer tagidamiz o'ylayapsizlarmi? Yer tog'da ichidamiz. Qo'ying. Ko'plar savol berdi, suv o'tmaydi boshqa. Yo'q. Qurilish shunaqa qilingan, bu haqiqiy bunker. Bunker qilingan. Bu mana shu tepalik tagidagi xona. Ha. Miraki Gardens. Miraki Gardens, eslab qo'yinglar. Gap o'rgan student mana shunaqa bo'ladi. Hobbit House. O'qutamanlar emas bu. Balkonga chiqamiz. Yo. Qaranglar, endi hozir balkonga chiqamiz. Wow. Oho, mana Hol. Xo'p. relax xona ekan bu yerda. Qo'yaga chiqib kiramiz degan joy bor, mana shu yerda chiqib turasiz. Bu yerda o'tirib kino ko'rsangiz ham bo'ladi kechqurun. Tepaga kirib tushadi bular. Ha, bu chiqib tushadi, kino ko'rasiz. Yoga, nima? Bu yerda Mirakining bitta narsasi bor, iltimos esda qolsin. Bizani sloganimiz bor, to'g'rirog'i bizani aytadigan gapimiz bor. Agar shaharda shovqindan qochmoqchi bo'lsangiz, o'zingizda yurakchangiz sog'ingan bo'lsangiz, Mirakiga kelsangiz, yuragingiz siz bilan gaplashadi. Oh, ana. Ana, Miraki Gardens in Qashqadaryo Shahrisabz. Zo'r lekin. Prosta yorib qo'yishdi. Shunday o'tiradi. Mana mana bu Katta yerda ko'rgansizlar, faqat Yangi Zelandiyada edi. Qo'yib balkon. Undan ham zo'ri kattasi chiroylisi. Chunki men oldin kelganda bu narsa yo'q edi. Bunaqangi kabinkalar Yevropada dunyoning eng oldi anaqa mamlakatlarda-da. Qanaqa qilib buni o'rnatdinglar ekan? Endi shepam. Ha. Birinchi kilometraj 2 kilometr 50 metr. Boshqa joylargacha 400-500 emas. Yo'q, 2 kilometr 50 metr. Aha. Mana to'g'risida suv ombor turibdi. Aha. Damba. Da. Miraki Hisorak o'sha suv ombori. Ha. Bu to'g'ri tepasiga смотровой площадkaga olib boradi. To'g'ri, endi kanatning anaqa ham bormikan? Yo'l? Ha, nima o'sha nima deydi ana? Ekstremalniy ko'prik. Bor. Da, bor. Demak, mana shu yerdan chiqadi, Ha, to'g'ri keladi tepaga qarab. to'g'ri borib, Смотровой площадkaga boradi. suv omborni ham ko'radi. Suv ombor ko'y, eng qiziq joy suv ombor ko'rish uchun oynali ko'prikka chiqish kerak, oyoq qaltirab ko'rish kerak. Ye. chiqamizmi, aka? Voy. Lekin juda adrenalinga boy joy ekan. Mana Miraki dor yo'li. Shu kanatlarda hozir vaqtimiz bo'lsa bitta uchib ko'ramiz. Qaranglar, biz kanatdan shundoq tepaga chiqdi. Mana bu manzarani ko'ring, aka. Nima deyapti? Suv omborini ko'ryapsizlar, go'zalligini. Prosta jinni bor, akalar. Mana shu Shahrisabzning eng katta suv omboridan bittasi.
Bu yoq taraf qaranglar akalar. Hali endi qurilish boshlangan. Quyoshni tushishini ko'rasizlar. Jarlik bo'lib ketadi. Shi go'zal u, ay. Qarang, pastlarni takva bunaqa shishali yuradigan joy qilib qo'yishgan. Biz oldingi safar mana shu yerga chiqdik. Endi qaranglar, tepadan ham joy qilib qo'yishibdi. Nimaga shu joylarda biz odamlar O'zbekistonni menimcha 99% unaqa joy bor. Lekin yorgan bor. Miraki qishlog'iga keling, mazza qilasiz. Azizlar, hammaga taklif qilaman. Instagram, bularda hali Instagram ham yo'q. Keling, mazza qilasiz. Mashdan darsi G'ilon qishlog'iga ketadi, dunyoga mashhur. Akalar, maslahatim shu suv omborini bitta ko'rib ketinglar. Manzarani ko'rasizlarmi zo'rligini? Prosta bomba. Qani, men Abdurahmonga gapirinchi non to'g'risida. Ukam, bu nondan bir donasini ham senga bermayman. Hop. Okay, ko'rdingizmi? Bermayman dedingiz, telefonlarim tushib Bu ketdi. non bor-ku, mashta uni mashta o'zida bug'oy, zag'ora non deyiladi bu. Ha. Xudo xolasa, hidini qarang. To Amerikaga mana shu nonni olib ketaman. Qotmaydi ham, chirimaydi ham, unmaydi ham. Mana bu Uxlamagan bug'doyni kepaklarda mana shu. Okay, bu qayerda bu non? Mashta o'zida tegirmon, tosh tegirmondan chiqadi, keyin bug'doydan yasashadi mana shu. Gap yo'q, akalar, biz Miraga mana. desanglar mana shunaqa non beramiz. Oh, ana. Konkretniy dietetik ovqat bizga sertifikat paydo qilishdi. Alloh rozi bo'lsin. Uyinglarni olib kelishamiz. Xudo xolasa. Tegirmon shu yerda, to'g'rimi? Mazaqdan bor. Hozir endi sekin bizni ketamiz. O'sha yerdan nonni chiqarib mehmonxonaga o'zib pishirib turamiz. Ketmaysanmi, maqsading bu? Yo'q. Yuvosh, faqat yarim kilo olib qoladi xolos. Bitta sho'rva, aka, iltimos. Cho'p aka. Qo'rqityapti-yu. Lekin siz bilan bor ekanda oyog'ida. Davay, nimishak. Ey Jahongir, o'tma bu yoqqa. Sen Amerikaga yarim kilo go'sht bilan. Yana ukam, saskani chlolmaysan. Biz esa kameraga olyapmiz. Okalar, mana gastinisadan chiqib, уже sekin Surxondaryoga ketamiz, okalar. Inshaalloh YouTube'imizni 9-qismini ham уже mana shu yerda tugatib qo'ya qoling. Уже yana gastinisaga borib uxlaymiz bo'ldi-da. O'shanga videoni yoqayotgan bo'lsa xursandman. Like bosinglar, обязательно like bosinglar. Menga motivatsiya bo'ladi. И поделиться qilib, tanishchilarga jo'natib qo'yinglar. Bunda YouTube'imiz ozgina rivojlansin-da. O'shanga xudo xolasa keyingisida уже Surxondaryoni sizlarga moshni qilib, bomba qilib yoritib beramiz. Endi bizani 5 soatli yo'l kutayotgan ekan uka. 6 soat. Ko'tlarni to'g'ri qilib sekin ketamiz endi. Boshqa ilojimiz yo'q. Hammaga addushi rahmat. И 9-qismda emas, keyingisi 10-qismda qo'sharkanmiz. Sekin-sekin